Hop, undan tashqari telefon masalasida ham sразу aytib ketaman. Telefon nima uchun zararli? Orttirilgan autizm degan diagnozni ko'rganmiz. Chunki ko'zimiz mexanizmi o'ngni, chapi, uzoqni, yaqinni fokus olish kerak. Lekin telefonda doim mashina turgani uchun, ko'z o'ngga chapga bormagani uchun ko'z mushsalari atrofирование, ya'ni nima deydi, falajlikka uchraydi va bola keyinchalik ko'zga qaramay qo'yadi, zrительный kontakt qilmay qo'yadi. O'zi itak, shahar muhitida, domda yashaydigan bolalarda zreniyasi past bo'ladi. Chunki uzoqga qaraydigan mexanizm yo'q. Bunda qarasa devor bor. Uzoqlarni ko'rmaydi, ko'chalarni, tog'larga qaramaydi, osmonlarga qaramaydi bolalar. O'shaning uchun прогулкаларga olib chiqish, uzoqlar degan narsalarni voy anuni qara deb ko'rsatish, yaqinga olib kelib qaratish juda ham важный. Shuning uchun telefondan nari qilinglar deyilishini ham sabab shunda. Televizor bo'ladi, faqat har safar televizorga o'tkazganda ham har xil joyga o'tkazib ko'rish tavsiya qilinadi.